Toshkent Astana yo'nalishi bo'yicha avtobus reyslarimiz qatnovi Cherezda, ya'ni Kunora qo'yilgan. Hozir ham ko'rishingiz mumkin. Ayni damda yo'lovchilarimiz posадка jarayonlari boshlangan. Keling ularni yaqinroq Assalomu alaykum. 515 ming so'm. Shunda ketamiz. Ketadigan reys. Doim yo'llayapsiz. Qo'ylar zo'r. Yana tavsiya qilamiz. Kelinglar, olinglar. Spalni yuk isteding, ichida Wi-Fi bor. Ha, tavsiya qilamiz. Hammaga tavsiya qilamiz. Ko'p ketganmiz bunda. Yana tavsiya qilamiz. Keling. Mana lapanliklarimiz bor. Bitta ko'rsatadi bularni ham. Bular ham ketadimi? Ha, hammasi ketadi. Assalomu alaykum. Siz qayerga ketasiz? Astonaga bilet narxi qancha bo'ladi? Qanchadan xarid qildingiz biletni? Ha, Cherezda? Demak, bular olib berasiz. To'g'rimi yoki o'zingiz borib olasizmi? Yo'q. Olishdi. Oldin ham avtobusdan foydalanganmisiz? Oldin hech qanday problemalar bo'lmaganmi? Yo'ldan, chegaralardan boshqalarga ham tavsiya qilasiz? Qulayliklarni ko'p ichkarimi? Boshqa keladi. Ha, boshqa keladi. Rahmat sizga. Do'stlar, bizni kuzatishda davom eting. Bizning manzilimiz Toshkent shahar sobiq avtovokzalga kelib, ikkinchi qavatda ofisimizdan biletlarni xarid qilishingiz mumkin. Ekranda qoldirilgan ishonchli raqamlarga bog'lanib, sizni qiziqtirgan savollarga javob oling. Xayr, salomat bo'ling.